Science Direction'da ishlashni hamma manimcha biladi. Agar qiziq bo'lsa, hozir o'ziga ham bir ko'ramiz. O'sha Science Direction'ga kirishni, kunda ko'proq darsimizni amaliy qism dedik. Hop. Amaliy qismi bo'lgani uchun o'sha Science Direction'ni o'ziga kirib ko'ramiz. Yaxshi, demak, mayli tushuntiramiz, hamma ham tanish emas ekan. Keling hozirgi o'sha statistika yoki matematikaga yoki yana boshqa narsani ham o'rganishimiz mumkin. Keling, nima bo'lishi mumkin? Yaxshi tanish ekanlar. Keling bitta oddiy, misol uchun solar energy, quyosh energiyasiga oid ma'lumotlar ko'raylik. Mana shu sohadagi ma'lumotlar qanday ketyapti? Yaxshi bilamiz, yaxshi. Hop, demak bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi. Solar energy deganni kiritdik. Kal so'zi qilib, misol uchun quyosh energiyasi mana hozirgi holatda ancha dolzarb bo'lib boryapti. Quyosh energiyasidan foydalanib energiya bo'lish. Shuni ko'radigan bo'lsak, shu kal so'zimizga oid ma'lumotlarni mana bu yerdan filtr qo'ysak bo'ladi. Keling, 20-yil, 21, 22, 23, 24, 25, 26 gacha. Mana 20 yil belgilamaymiz. Bunda ko'radigan bo'lsak, maqolalar soni. Demak, 401 mingta. Agar bu yerdan sonlarni ham ko'rib oladigan bo'lsak, 40 mingta, 48 ming, 54 ming, 56 ming va hokazo nima bo'lyapti? Oshib boryapti. 26-yilga kelib ozroq kamaygan ekan, 58 mingta. 27-yilda hali 26-yilda hamma maqolasi chiqib bo'lmagan. Shuning uchun ham kamroq, hali yanvargacha chiqishda davom etadi. Shuning uchun bu o'sishga davom etadi. Ya'ni hozir ko'rsak dinamikani bir boshdan, ya'ni oshib kelishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yo'nalish ancha dolzarb ekan. Demak, nima qilasizki, o'sha maqolalarni yuklab olishingiz mumkin ekan shu yerdan. Kirib o'qiysiz, demak siz o'zingiz tanlagan mavzuga qaysi mos keladi, PDF variantini yuklab olib, uni abstrakt qismini o'qishingiz mumkin. Demak, shu mavzu sizga mos bo'lsa, demak o'sha oxirida eng yaqin mavzulardagi ikkita uchta maqolani bir 20 tasini o'qib chiqsangiz bo'ladi, masalan, mavzu tanlash maqsadida abstrakt mavzusi, ya'ni mavzudan mos kelgandan keyin abstrakt qismini o'qib chiqasiz, sizga tushuncha paydo bo'ladi. Keyin o'zingizni aynan siz tanlagan mavzuga juda yaqin bo'lgan 3-4 tasini olib, maqolasini to'liq tarjima qilib o'qisangiz ham bo'ladi, agar ingliz tilini bilmasangiz. Shundan keyin sizda nima bo'ladi? Umumiy tushuncha paydo bo'ladi. Mana bitta maqolani o'qishaman. Bu sayt pullikmi? Yo'q, bepul. Faqatgina bu saytning nimasi bor? Ikki xil variant bor-da, maqola olish uchun. Bepul versiyasida ham ishlaydi, lekin hammasi o'chmaydi. Agar universitetlarda, tashkilotlarda nima deydi, obuna varianti bo'lsa, sizda ancha nima bo'ladi? Ishlashingiz kengroq bo'ladi, obuna varianti bo'lsa. Hamma maqolani o'qishingiz mumkin. Agar universitetlarda obuna variant bo'lmasa agar, bunda sizda cheklangan imkoniyat bo'ladi. O'zimda bor, chet el universitet nimalari bor. Shu orqali biz kirib olishimiz mumkin ekan. Maqolani o'zini ochamiz. Ochgandan keyin demak siz mavzuni birinchi o'qib chiqib tarjima qilasiz yoki o'zingiz tushunsangiz ingliz tilida o'qib olasiz va abstrakt qismini o'qib chiqasiz. Shundan keyin sizda shu maqola haqiqatan siz sohangizga mos keladimi yoki yo'qligini tushunib olasiz. Keyin demak agar siz sohangizga mos kelsa, kirish qismidan boshlab o'qib chiqasiz va bu yerda metodologiya qanaqa qo'llanilgan, keyingisi natijalarni qanday nima qilingan va hokazo. Demak sizga ancha tushuncha paydo bo'ladi shu soha bo'yicha nima qilish kerakligini yoki qaysidir nimalarni tajribalarni olib borish imkoniyati bo'lmasligini ham ko'rishingiz mumkin. Endi baribir o'z sharoitingizga ham qaraysiz, o'zingiz universitet laboratoriya sharoitini yoki O'zbekistondagi laboratoriya sharoitlarini ko'rib, demak bu ishni qanchalik sizga to'g'ri keladi yoki iqtisodiy holatiga mos keladi yo'qligini ham ko'rishingiz mumkin. Ayrim tajribalar ancha pul talab qilishi mumkin yoki nima deydi, bizda bo'lmasligi mumkin shunaqa laboratoriya jihozlari. Misol uchun buni qaysi sohada aytyapmiz? Kimyo bo'lishi mumkin, materialshunoslik bo'lishi mumkin, tibbiyotda bo'lishi mumkin. Ayrimlar demak natijalarni laboratoriya sharoitida oladi. Ayrim ishlar esa o'sha nazariy hisob-kitoblar bo'lsa, ularda uncha muammo yo'q. Lekin eksperiment yoki o'sha tajribalar bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar bo'lsa, bularda demak ko'rib chiqish kerak. Jurnal tanlash. Ya'ni maqolangizni endi odatda yozishdan oldin jurnal tanlasangiz bu yaxshiroq. Ya'ni qaysidir jurnalni tanlab, o'sha talablariga asosan maqolani tayyorlasangiz, buni o'sha sizni maqolangizni desk rejection deydi, ya'ni birinchi tekshiruv, ya'ni texnik tekshiruvdan qaytish ehtimolligini kamaytirgan bo'ladi. Bu uchun siz o'sha keling qaysidir tibbiyotga oid bo'ladimi yoki matematika yoki fizikaga oid maqola bo'ladimi, jurnal bo'ladimi, uni birinchi saytdan kirib, uni nimasini ko'rish kerak? Guide for Authors degan joyi bor, ya'ni o'sha mualliflarga yo'riqnoma degan qismini bir boshdan o'qib chiqish kerak. Ya'ni bu jurnal o'zi qanaqa sohalarda maqola qabul qiladi, qanaqa tipdagi maqola qabul qiladi va hokazo, bular haqida to'liq ma'lumot beriladi. Agar shu tartibda siz nima qilsangiz agar, maqola yozsangiz agar, maqolangizni o'tish ehtimolligi ancha yuqori bo'ladi. Endi maqola yozib bo'lgandan keyin jurnal qidiraman desangiz ham bunaqa dasturlar bor. Ya'ni o'sha xalqaro ma'lumotlar bazasi Scopus bo'ladimi yoki Elsevier deydi, o'sha Scopus kompaniyasi yoki Web of Science, Springer bo'lishi mumkin, Valley bo'lishi mumkin, NDPI bo'lishi mumkin. Har bitta o'sha nashriyotni o'zini Journal Finder, ya'ni jurnal topib beradigan saytlari bor. Bu saytlar orqali ham demak maqolangiz tayyor bo'lgandan keyin uni abstrakt qismini joylashtirib maqola qidirsangiz bo'ladi. Keling shuni ham bir ko'ramiz. O'sha Journal Finder orqali. Keyin o'sha jurnallarni ham nimasini ko'ramiz desak agar, o'sha Guide for Authors degan joy qismini ham ko'rib ketamiz. Ya'ni siz o'zingiz maqola yozmoqchi bo'lsangiz yoki foydalanmoqchi bo'lsangiz, bemalol foydalanishingiz mumkin. Keling bir jurnal tanlaymiz.
Physics A degan jurnal bor yoki har xil nimalar bor. Demak, ko'rishimiz mumkin. Jurnallardan Scopus'dan pedagogika uchun jurnal tanlang rahmat. Pedagogika uchun mayli, education deymiz. Men o'ylab jurnal oldiman. Qidirib beraman. Biz bir Scopus'dan kirib, unga aynan bitta jurnalni olish kerak. Hozir bu yerdan ko'raylik. Bo'lmasa Scopus'ni o'zidan qidirib ko'ramiz. Bu yerda topda International Journal of Education Technology and Higher Education deyapti. Shuni ko'ramiz. Qo'bur ekan. Demak, bu Springer nashriyatiga tegishli jurnal ekan. Demak, bundan ko'ramiz. Hozir aytganimizdek, jurnal aim and scope deydi. Bu jurnal maqsadi va ko'lam degan ma'noni bildiradi. Buni agar tarjima qilib ko'raman desangiz agar, demak, bu yerdan saytni o'zbekchaga o'girib bemalol tarjima qilib ko'rish mumkin. Endi hozir bizda inglizda turibdi, o'zbek tilidan ham tarjima qilish mumkin. Hozir vaqtimiz ketmasin, mayli, tezroq nima qilib harakat qilaman o'zbek tilida. Demak, bu yerdan ko'rishimiz mumkin maqsad va ko'lamni. Demak, o'sha aim and scope degani jurnalni demak yo'nalishi. Bunda aytilgan ekan, oliy ta'limda texnologiyalarni takomillashtirish va raqamli ta'lim sohalarida tadqiqotchilar, mutaxassislar, amaliyotchilar uchun turli madaniy nuqtai nazardan tanqidiy ilmiy ishlarni tarqatish va axborot almashishni osonlashtirish, oliy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga, insoniy va shaxsiy yondashuvlarga oid ilmiy bilimlarni rivojlantirishga hissa qo'shish va o'quvchilarni oliy ta'limda o'qitish, tadqiqot va boshqaruvda raqamli texnologiyalarni qo'llashdagi so'nggi yutuqlar haqidagi xabardor qilish. Ya'ni shunaqa yo'nalishlarda nima qilish mumkin ekan? Maqolalarni qabul qilagan. Xuddi shunaqa ko'rib chiqilgandan keyin nima qilishingiz mumkin? Boshqa joylarni ham ko'rib chiqamiz endi. Mualliflar uchun o'sha yo'riqnoma deyapti. Bu o'zbekcha mana bu yerda ko'rsatmalarni ko'rib chiqish mumkin. Hozir sayt mana shu tarjima qilmadi ishlarini, ya'ni sizlar buni bemalol tarjima qilib olishlaringiz mumkin o'zlaringiz. O'qib, buni hammasini nima qilishlaringiz mumkin o'zlaringiz, o'rganib olishlaringiz mumkin. Hozir qiyin emas tarjima qilish. O'sha Google perevodchiga gaplashish mumkin. Bu yerda nima deyapti? Birinchi qadam nimalar qilish kerak? Va hokazo, maqolani tayyorlash bo'yicha formatlar haqida ham ma'lumotlar beriladi. Demak, to'lovlar haqida ma'lumot hammasi demak ko'rishingiz mumkin. Shuni tarjima qilib olib, yaxshilab tushungandan keyin maqolani tayyorlasangiz, UDK raqam qayerdan olinadi? Bu Scopus'larda UDK raqami kerak emas. Bu OAKlarda beriladi. Xo'p, bu demak UDK raqam bo'yicha mayli nimalar bor, postlar bor, sizga yuborib qo'yaman mayli darsdan keyin, lekin Scopus yoki Web of Science, nufuzli jurnallar UDK raqam so'ramaydi. Bu bizada faqat nimada qolgan, OAKdagi nimalarda bor, lekin bularda so'ramaydi. Chatda shunaqa savol kelgan ekan. Demak, buni yaxshilab o'rgangandan keyin nima qilishingiz mumkin? O'sha maqolangizni shunga moslab tayyorlashingiz mumkin ekan.